o'rtoq, yaxshimisan? Charchamayapsanmi? Ha, qalaysan o'rtoq? Ha, bugun uydamisan? Ha, otpuskadan hozir. Ha, yaxshi unda. Bugun choyxona qilmoqchi edik, bolalar kelyapti, yig'ilganmiz. Agar uyda bo'lsang, kechga kelarsan. Bo'ldi. Men qara, men bugun uyimga mehmonlar keladigan-da, o'shani aniq keladimi yo'qmi bilmayman-da. 5 minutdan keyin qo'ng'iroq qilib olsam bo'ladimi? Ha, bo'ldi o'rtoq, telefonni 5 minutga aniqini aytib yuborsang-da. Oh. Oyingni ham tashib qolmading. Alo. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bugalteriyami? Ha, bugalteriya ishadi. Oylik bugun tushadiganmi? Shuni bilib o'tirdim. Yo'q, oylik 2 kundan keyin tushar ekan. Ha, 2 kundan keyin. Tinchlikmidi? Ayyo, mayli. Vaqtida ilojisi yo'q-a tashlab yuborish. Ha, yo'q, iloji yo'q u. Ha, xo'p, mayli. Pul yo'q edi bilan. Oh my god. Ha, o'rtoq, yaxshimisan? Ha, nima bo'ldi? Mehmonlar bilan gaplashdim-da, mehmonlar kelar ekan, nozik mehmonlar endi bilan kutib olmasam bo'lmaydi. Bugun o'zlaring o'tirib tururlaring choyxonada. Mayli keyingisida borarman, maylimi? Maslaqa bo'lib qoldi endi, o'rtoq. Ha, mayli, xafa bo'lmaysan. Bo'ldi. Menga qara, o'zi puling yo'ligidan kelmagan demyapsanmi? Bahona qilib? Endi nimaga pulim bo'lmaydi? Qizil gap bilan gapirasan. Pulim bor, pulim bor. Davlat ishlaysizmi? Pulim bo'lmaydi. Qizil gap bilan gapirasan. Ha, yaxshi, o'zimiz o'tiramiz unda. Mehmonlar kelyapti, mana o'zlaring o'tirurlaring. Bo'ldi. Ne? Oylik tushdi-yu. Xatga ko'ra. Otizga pullarni ham qo'yib tashlashibdi. Ana endi bir tovlaga borsa ham arziydi. Ya'ni o'rtoqlarim choyxonaga chaqirganda. Boramanmi deb ana endi hozir. Ha, o'rtoq, yaxshimisan? Ha, rahmat. Ana kuni o'tirdilaringmi? Ha, o'tirdik. Sendan boshqa hamma keldi. Bugun ham bir o'tiringlar, o'sha kuni men bora olmadim. Mehmonlar bo'lib qolib, uyimda bora olmadim. Ha, endi 2 kun bo'ldi-yu. Endi o'rtoq menga qara. Hammasini yiqqin, bo'ldi. Gapni ko'paytirmagin. Qanaqa odamsan? Qanday bir xotiningdan qo'rqadigan xotin bo'lib o'tgansan, bilmayman nima qilib. Uyim deysanlar, sal chiqilaring ko'chaga. Bu umuman o'zi choyxonaga borib, bir tog'ga borib, bir kun dam olib kelsak qanday bo'lar ekan? Bolalarga yet. Ha, bolalarga o'zing yet. Kecha o'tirganmiz o'zi yana borarmikin? Gruppada ham tayyorlab oraman bolalarga. Sal ko'chaga chiqilaring, bunday tog'larga hamma chiqib dam oldi. Mana olib kelaman. Hozir gruppaga ham yetib boraman. Bolalar, menga qaralaring, ey. Anikini o'zlaringcha o'tirdilaring, mayli. Men uyimga mehmonlar kelib bora olmadim, sababli bo'lib. Bir erkak bo'lib bir tog'larga chiqamizmi? Hamma chiqyapti, bir kun bir maza qilib dam olib kelaylik yoki choyxonada o'tiraylik. Sen erkak bo'laring, mard bo'laring. Hamma xotining orqasida bekinib yuraverasanlar, uyingdan chiqa olmasdan. Mard bo'lsalaring-chi. Tavba qilmay. Hozirgi erkaklarga nima bo'ladi? Bu tura olmaydi.